Assalomu alaykum Bahodirjon aka. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Bahodirjon akamiz birinchi mijozlarimizdan Suis S07 avtomobilini xarid qilgan. Bahodirjon aka, birinchi savolim Suis S07 avtomobilining qulayliklari haqida gapirib berasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Suis avtomobilimizni bizga yoqqan tarafi birinchidan bu yangilik, bu avtomobilda ko'rinishlari, chiroyliligi, keyin ichki tarafidagi qulayliklari inson uchun hamma qulayliklar yaratilgan. Qisqa qilib aytganda komfort, hamma sharoitlari bor. Bahodirjon aka, ikkinchi savolim aka, avtomobilning plus minuslari. Hozirgi kunda avtomobilda biz minus tarafini ko'rmadik. Xudoga shukr, endi bu brend yangi kelgani uchun biz tavakkal qilib oldik. Mana akalarimiz bizga mashinani sotganda hamma qulayliklarini aytdi. Biz misol bu brend yangiligiga qaramasdan sotib oldik. Hozircha minus tarafini ko'rmadik. Xudo xolasa yaxshi, faqat plusda yaxshi minib yuribmiz. Bahodirjon aka, so'nggi savolim, kelgusida kelayotgan mijozlarimiz uchun bu avtomobilni taklif qila olasizmi? Albatta taklif qilamiz. Olinglar, mininglar. Mashinada hamma sharoitlar bor. Xudo xolasa bizni niyatimiz bu mashinadan yana bitta olish. Akamga ham Alloh nasib qilsa, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Olinglar.